Hamma Michael Jackson bu qo'shiq bilan bizni ogohlantirmoqchi bo'lgan do'kan deydi u Kerabaras, ya'ni ona bola tarakan ashulasi nima haqida? Hamma aqldan o'zgandek, xuddi hamma buzilib ketgandek, vaziyat tobora yomonlashmoqda. Hashamatli joylarda ham, yengilliklarda ham hamma narsa shov-shuv va past darajaga tushib ketgan, dahshatli o'limlar xuddi hamma aqldan o'zib o'tgandek. Men aytmoqchi bo'lgan yagona narsa ularni biz bilan umuman ishi yo'q. Mani urishinglar, yomon ko'rishinglar mumkin, lekin meni sindira olmaysizlar. Meni qo'rqitib qiynashinglar ham mumkin, lekin meni yo'q qila olmaysizlar. Meni kamsitinglar, sudga beringlar, o'zi shundoq hamma menga qarshi chiqyapti. Meni tepishinglar yoki haqorat qilishinglar ham mumkin, lekin meni oq yoki qora deb ajratmanglar. Bu yerda Michael Jackson irqchiligini tanqid qilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Michael Jackson bu qo'shiq bilan bizni nimadirdan ogohlantirganmi yoki bu qo'shiq aynan kimdirlar haqidami? Like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.